Nimasi bu? Nimasi bu? Samarqandda shu ishingiz to'g'ri deb o'ylaysizmi o'zbekchiligimizga? Sizda ham to'g'rimi? Singiz yo opangiz bordir. Transport vositasi ikki kishi boshqarmaydi, bilasizmi? Bilaman. Yo'l transport hodisalari yuz berishi mumkin. Shu yaxshi ko'rgan qizim so'ragan, iltimos qilgani uchun, pedal oyog'iga yetmagani uchun haydashga ruxsat berdi. Bu shundan afsusdaman. Bu holat takrorlashni tavsiya bermayman o'zim qator bolalarga. Videoni ko'rib o'zim uyalib ketdim va bu holat boshqa takrorlanmaydi. Bu ishimdan juda afsusdaman. Bu boshqa takrorlanmaydi. O'zim qatori tengdoshlarimga ham bu narsani maslahat bermayman. To'g'risini aytsam, rostdan ham uyaldim. Transport asosida mashina haydashga qiziqsangiz, mana avtoshkola, avtomaktablar bor, bemalol instruktorlar bilan borib, maxsus mashinalari bor. O'rgansangiz bo'lmaydimi? Qarindosh urug'laringiz, oilangiz, ota-onangiz ko'rsa nima deb o'ylaydi? Kelgusida bunaqa holatlar boshqa takrorlanmasin. O'zingizga tegishli xulosa chiqaring. Alg'ov-dalg'ov zamonga qolib ketdik.